الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun kallamga bir oyat kelib, sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Oyatning yuziga kelishdan ilgari demoqchi bo'lganim, inson beshiga mayli qandoq krizislar kelsin, qandoq bir holda yashasin, bu krizislardan atlab, qiyinchiliklarni yengib hayatını davamlaştırışı intahin muhim. Bu yüzden Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de en köp tilga algan, müminlerge cennetini va'da qilgan, dünyada g'albini va'da qilgan ishdan birisi Kur'an-ı Kerim'deki as-sabr degan so'z bilan ifodalangan muhim. Endi buni udul tarjima qilgan vaqtimizda biz sabr qilmoq deb tarjima qilamiz. Menimcha bu ma'nini sal kengaytirish kerak. Ya'ni bardoshlik berish, ishlarda bel quvvatmaslik, yo'lni uzluksiz davom qilish, to'salg'ularga parvo qilmaslik degan bir hukmda, ya'ni inson qiynaladigan, jafo chekadigan, azoblanadigan, masalan, insonning qilg'isi kelmaydigan har qanday bir ish bo'lsin, o'zining bu yo'li uchun, bu da'vosi uchun, bu hayot uchun shularning hammasini yengib minishni sabri degan so'zning ichiga kirsak bo'ladi. Endi bugun sizlarga o'rtoqlashmoqchi bo'lgan oyat shu sura Zumarninki 10-oyati innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighayri hisab. Endi islomda har qanday bir amalning ma'lum belgilangan ajr mukofoti bo'ladi. Xuddi dunyoda hayotimizga o'xshash qilgan ishimizningki ish haqqi manchilik, bahosi manchilik, manchilik ishlasang manchilik bo'ladi, mandani satsang buning bahosi manchilik bo'ladi deganga o'xshash dinda belgilangan amal ibodat olsun, Allah tarafidan bizni qil deb buyurilgan ta'limotlar olsun, hammasininki belgilangan bir ajr bo'ladi, erishilgan muayyan bir mukofot bo'ladi. Ammo bu sabr kelgan vaqtida bayatdan man degan hukmni o'ziga olgan shakldagi sabrga kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo bizni hozirgi biz tushunadigan bir tildan aytsak, bizga raqam yozilmagan chekdan birini bir vatda bu ishga nisbatan. Normalda biz bir ish qilsak, buning ajrini manch pul yozilgan bir chek bilan topshirib olamiz. Ya ancha pul yozilgan ish haqqini topshirib olamiz. Ammo bu sabrning ajrini xuddi yoziladigan, raqam yozilgan kasaktisi bo'sh bir chekdan birini birib olib, nech pul yozib olsang yozib ol, xohlaganingni elib ol degan shaklda sabrga mushu ajrni Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Ya'ni oyatning o'zida, oyatni o'qigan oyatning o'zida bighayri hisob deydigan bir ifoda bor. Ya'ni hisobsiz. Nima uchun endi bu qadar cho'ng ajrini berib o'tdi? Ya'ni mana shu vaqtda bayatni deganimdek qo'limizga xuddi o'zing xohlagancha bahoni yozib ol, o'zing xohlagancha katakchaga raqamni yozib ol deb bir chekdan birini tutqizgandek, uchuq chekdan birini berdi, quruq chekdan birini berdi Alloh subhanahu va taolo. Biz nima yozsak bo'ladi bu yerga? Demak, buning ajri favqulodda yuqori degan gap. Nima uchun desa, chunki men so'zning beshida sizlarga o'zim tushungan shaklda ma'ni bergan sabr deganning o'ziga oladigan doirasi insonning butun hayotini o'ziga oladi. İnsan dunyoga vazifalik shaklda kelgan maxluq. İnsanning dunyoda mayli qaysi xil shaklda, qaysi xil tabaqada, qaysi xil holatda yashasin bir vazifasi bor. Shu vazifasini ado qilish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarga duch keladi. Xuddi bizga o'xshash ota-onasi bilan ko'risholmaydi, masalan, ko'rishish imkoniyatiga ega bo'lolmaydi, yurt vatanlaridan ayrilib qaytish imkoniyati bo'lmaydi, iqtisodiy jihatdan besimga uchraydi va u yoki bu degandek har xil besimlar bo'ladi insonda. Shularning hammani yengish,
Mesela namahremlerinin küzünü yığıdı. Bu bir insandan kuş talep kıladigan bir iş. Yaman işlardan niyetini yığıdı. Şunçalik iqtisadi besim aslında başlarının hak hukukuga tajavuz kılmaydı. Şunçalik qiyinchilik aslında özünün vazifesini joyida icra qiladi. Degandek turmuşda, hayatımızda aldığımız keladigan bütün tuzluklarning ustidan g'olib kelib, yo'limizdan chekinmay oxirgi davom qilish bu unchula oson ish emas. Shunga buning mukofotiga Alloh subhanahu va taolo mushu oyatda bizga quruq chek beradilar. Ya'ni ajringni sana beriladigan mukofotni xohlagancha yeysan. Onun manda anda ajr emasa, beg'ayri hisob deganda o'zimiz xohlagan shaklda alalaymiz ajrimizni. Bunun uchun qarindoshlar tavsiya qildiganim shu. Biz yo'lning oxiriga g'alabaga erishish uchun cho'ng kichik ishlarimizda bardoshlik berish kuchi, uzluksiz tirishish kuchi, yo'lning oxiriga davomlashish kuchiga ehtiyojli. Shunda bo'lganda hayot normal şekilde devam qiladi, vazifamiz ado bo'ladi, bizdan maqsad qilingan vazifa shu vaqtda ado bo'ladi. Sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan oyatim mushu. Alloh hammalarni salomat qilsin, hammalarga yo'lning oxirigacha hayotni normal shaklda davom qilib vazifamizni ado qila oladigan ruh, sabr ato qilsin. Va oxiru da'vona